U Xitoy yozuvi emas, u koreyskiy yozuv. Tikuv apparatni zo'riga kelganmiz, tikishni yaxshi ko'radigan akalarga jo'natib qo'yamiz. Akamiz o 25 yildan beri mana shu apparatni ichidalar. Apparatni ko'chada olib yursangiz ham birontasi achchig'ingizga tegib qo'ysa, shu yerda tikib qo'yaverasiz apparatni olib. Yengilgina. Bu hozir optim narxda. Qayerdan keladi? Xitoydan keladi. Xitoydan primo keladi. Bu aka xitoyliklar kelishdan oldin chetdalar. O'sha eskidan 25 yildan beri olib keladilar. Endi hozir qanaqa konkurs bor? Bitta ip o'tkazar ekansiz, apparat berar ekanlar. 1 minutda o'tkazsangiz 1 million pul berar ekanlar. Bu chevarlarga vizib. Liboy chevar kelib tashaveradi. Ashi ipni 1 minutda o'tkazib bersa, 3 minut. ha, 3 minut. 3 minutda averlovkaga ip o'tkazib beradi. 3 minutda averlovkaga agar ip o'tkazib bersiz, 1 million shunday beradilar. Mana shu yerdan shuni xarajat qilib ketaverasiz pulga. 4 minutda o'tkazsalar dazmol beradi. 4 minutda dazmol ekan. Endi qaranglar, bemalol mana shu yerdan kelib olishlaringiz mumkin. Lokatsiyamiz Farg'ona shahrida, eski makroda oldida, Dehqon bozorida. Bu tomon mana Issiqxondan kelaverish. Bitta mashinani parkovka qilib, nomer qoldirib qo'yapmiz. Akaga qanaqa tikuv mashina zarur bo'lsa chiqaverasizlar. Tikishni yaxshi ko'radigan akalar tashab qo'yamiz. Hozir profillarni qoldirib qo'yapman. O'tib turib bemalol podrobni ko'rishlaringiz mumkin. Mana shu apparatda 3 minutda mana shu iplarni 4 tipda o'tkazsalar 1 million mukofoti bor, kelaverasiz.